Assalomu alaykum. Saroy bozor kanali obunachilar 11 bosh ma'lum barida qolsa, narxlari yengil bo'ladi. Bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yasiz. Zo'rlanib kelganman. Mashalloh. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Saroy bozori kanali hurmatli obunachilari. Bizni muntazam ravishda, tasodifiy ravishda kuzatib borayotgan YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Buqa ishqibozlari mana bunda yemga tayyor boqma buqa ishqibozlari. Mana bugun sizlar uchun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur optimchilar va arzonchilar yig'ilgan Saroy qishlog'i Toshloq mahallasidan siz tanigan, siz bilgan arzonchi optimchi akamiz, ya'ni Abdulhoshim akamizni mini mol firmasidamiz. Obunachilar xudo xolasa bugun Abdulhoshim akamizga mana bunday buqalarda inshaalloh puli yengil variantlardan kelibdi. Bularni syomkasini qilganmiz. Like'larni bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Bugungi kunimiz xudo xolasa 7-aprel haftaning payshanba sanasi 2026-yilda video syomkalarimizni qilyapmiz. Qani bo'lmasa so'z navbatini Abdulhoshim akamiz o'zlariga bersak, bularda yosh oyligi qanaqa, qachon keldi, nima yeb ichyapti, barcha ma'lumotlarni o'zlaridan olib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Omonbekmiz yaxshimi? Charchamasdan olib kelib oldingizmi? Olib keldik uka, xudo xolasa 11 bosh. 11 bosh. 11 bosh. Yaxshi, arzonlardan olib keldik. Imkon qadar. Imkon qadar olib keldik. Xudo xolasa uka, qara. 1 2 3 Hop. 4 5 6 ta. Hop. 1,5 yosh atrofida. 1,5 yosh atrofida yemni bosib bersa bo'laveradi. Bo'laveradi. Hop. Birinchisiga mana bunday to'qol variantidagi, ya'ni shoxi o'smaydigan variantidan obunachilar xudo xolasa. Garbonoslarni ham ko'ringlar, o'ta go'zal holatda inshaalloh. Molda yeb ichari o'ta go'zal holatda. Tepa qismi, yon qismi, oyoqlari xudo xolasa inshaalloh baquvvat. Orqa boshi ham inshaalloh o'ta go'zal holatdagi buqamiz obunachilar. Hop, bu birinchi buqamiz. Suyagi buzuq variantidan ekan. Hop. Omonbek. Bo'yini chiqyapti buni aka. 120 plyusga olishaveradi. 120 plyusga ketaveradi. Hop. 19 million so'm. Hop, 19 million so'mga hayri bor. Hayri bor. Hop. Undan keyingi buqamiz. Keyingi 5 taligimiz. 5 tasini bitajak-ya? 5 ta bitajalik. Videomiz ham cho'zilib ketmasin. 120 ekan boshi. Hop, obunachilar birinchi ko'rib turgan buqangiz. Bo'ylari 120 sm. Mana oyoq qo'llarini ko'rib turibsizlar. Oyoq qo'llarini ham inshaalloh bir joyda turmagan mol mana. Stakan yo'q xudo xolasa. Hop, bu birinchi buqamiz. Ikkinchi buqamiz obunachilar. Suyagi buzuq. Xudo xolasa bo'ylari ham bo'ydor. Shu holatda inshaalloh semirsa bo'ldi obunachilar. Omonbek bu 120 osh chiqyapti bu ham. Hop, 120 osh chiqyapti. 20 ga olishadi. Birinchisini 120 o'lchadimi? Bo'laveradi. Hop, obunachilar ikkinchi buqamiz xudo xolasa. Bu ham 120 osh. Hop, 120 oshiq. 120 bo'lsa-da. Hop. Mana. Mana uchinchisi bo'lyaptimi shunda? Uchinchisi. Bu oqbosh 4-chi obunachilar. Hop. Bo'ldi. Bu tarafdan bunisini ko'rsataylik endi. Obunachilar bu ko'rib turgan buqachalarning xudo xolasa, bu 5-chisi. 5-chisi. Hop, 5tasiga xudo xolasa bitta narx aytamiz. Narxini keling bu yoqqa keling aka. Qo'lni bering. 5 ta qarab turing-da. Siz ham bitta odam bilan gaplashing, 5 ta odam bilan gaplashmang. Bo'ldi. Telefon qilib yengil. Baland bo'lsa so'rayman. Baland bo'lsa so'raymiz. 18 million 500 ming so'mdan xayriyam bor. To'g'ri aytdimmi? Ha, yana. Bo'ldi mana xayri bor. Telefon qilsan, alo deysa. 18 million 500 ming so'mdan Toshkentga chopartirib berasiz. Vodiy bo'ylab o'tib berasiz. Ketaveradi. Barakasini bersin. Otangizga rahmat. Qadrli obunachilar, hop, 5 tasini bitta joyga olaman degan obunachiga toshkentlik akalar, ukalar bemalol telefon qila olasizlar. Narxi 18 million 500 ming so'mdan narx qo'yilyapti. Hop, bularni tanlab olishga narxini nima deymiz aka? Hop. Ashunday ketaveradi. Tanlab olishga ham o'sha narx. O'shana. Mashalloh, otangizga rahmat. Hop, Bir joyga bo'ladigan bo'lsa o'tib beraman ozgina. bitta narsada qarab turing. 6 ta qolsa ish pul qilib berishadi. Ya'ni qo'shib olsam. Ha. Nari ham qo'shib olsa ketaveradi shunaqdan. O'tib bermayman lekin. Bo'laveradi. 18 million 500 ming so'mdan 6 tasini bitta joyga oling. Endi nariga katta buqamiz ham ketaveradi obunachilar. Telefon qilishga shoshilaverasizlar. Qiziq bo'lsa undan keyingi variantidagi mana bunday shved suyagi buzuq variantidagi buqalarni ko'rsatishda davom etamiz obunachilar. Hop, bu birinchi buqamiz suyagi buzuq obunachilar. Xudo xolasa mana, lekin orqa korpuslar mana. Korpuslar yaxshi lekin. Mol pullas shu. 18 ga olsin Omonbek buni. Hop. Buni 18 ga. Kelsin Omonbek 1 2
3, 4, 5 dersin. Ha, 5tasini bitta narx aytamiz. Bitta narx aytamiz. Ha, bo'lmasa bir sekin varaqlab o'tkazavering. Ikkinchisi Eston. Eston. Mashallah. Bo'yin o'lchab qo'yaymi? Ha, bitta o'lchaylik bo'laveradi. 17. Ha, biri 17 sm obunachilar. Bu 18 ga olsin, buni 17 ga olsin. Ha, Buni ham o'lchab qo'yaymi? bitta o'lchavlik, shu ikkitasi bir xil ekan, bittasini o'lchab qo'yasiz. Ha. Bu 16 chiqyapti bu. Hop, 16 sm chiqyapti mana shu buqamiz obunachilar. Bular 15 dan ekan. Ha, Omonbek. qo'yug'i suyuqqa. Qo'yiq suyuqqa. Ha. Omonbek 5 tasini oldim deysiz. Hop. 16 milyon 500 ming so'mdan xayri bor. 16 milyon 500 ming so'mdan. 5 elasi bir joyga 16 milyon 500 ming so'mdan xayri bor. Ichida plyusi bor. Qaysi biriga plyus qilib berishadi? 2 dona plyusi bor. Hop. Necha pul plyus qilib berishadi? O'zlari deb telefon qilib, "Ana shu molchi" deyishganda o'zi plyusini aytaman. Hammasiga plyus olib ketaolmaydi. Mana aytib qo'ying hali. Aha. Hali Bunga bor keng. plyusi. Hop. Buni bor plyusi. Hop, bu ikkalasiga plyusi bor. Bor. Lekin narigilarga o'shanga yarasha minusi ham bormi aka? Bo'ladi-ku. Keng, qo'lda bering. 5 tasini biriga olsa, Ha. 16 milyon 500 dan o'tib ham beraman. Ha. 5 tasini biriga. Hop. Tanlab olsa, Ikkitasiga. plyusi bor, ha. Ikkitasiga. Ha. Plyusini ham mayli o'tib beraman, Omonbek. Hop. Chapcha o'tib beraman. Toshkentgacha olib bortirib ham berasiz. Toshkentgacha olib bortirib ham beraveraman. Bo'laveradimi? Bo'laveradi. Barakasini bersin. Otangizga rahmat. Qadrli obunachilar, keyingi 5 taligimizni narxiga qiziqqan obunachilar bo'ladigan bo'lsa, hop 16 million 500 ming so'mdan narx qo'yilyapti mana shu 5 tasiga. Albatta mana shu ikkalasiga ozgina plyusi bor ekan. O'zlaring ham ko'rib turibsizlar mana. Ulardan ozgina bo'yi balandroq, eti ham ozgina kuchliroq ochiqni aytganda. Hop, qadrli obunachilar, xudo xolasa buni 10 tasini bitta narxini eshitmoqchi bo'lganlar albatta like bosib turasizlar. Biz bo'lmasa 10 tasini bitta joyga narxini, ya'ni Abdulhoshim akamizni o'zlaridan bilib olishga harakat qilamiz hozir. Aka buni 10 tasiga narxiga qiziqishyapti obunachilar. 11 ta-yu. Bu 10 tasiga telkiga 11 taga ham aytaveramiz. Omonbek qara. Hop. Telefon qilasan, kara-kara qilib shuni tushib beraman. Yo, hozir aytib diyorsam, beyda bitta mol begiga berib qo'yishim bo'ladi, to'g'ri keladi-da. Barakasini bersin. Telefon qilasan, kara-kara shuni aytib beraman, aka. Bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilar, hop, o'zlaring eshitlang. 10 bittasini bitta joyga olaman degan obunachiga ham narxini inshaalloh chiqarib beraman deyaptilar. Albatta, xudo xolasa mana bunday bu qolaman degan obunachiga videoni maksimal darajada jo'natib qo'yasizlar. Qani bo'lmasa, biz bo'lmasa shu yerda video syomkamizga yakun yasaymiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling obunachilar.